Mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti viloyat kengashi tomonidan rahbar va yoshlar uchrashuvi hamda vatanparvar tashkiloti mening tanlovim shiori ostida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Galdik lavhamiz shu haqda. Tadbirda mahallalarda istiqomat qilayotgan yoshlar va umumta'lim maktablarining o'quvchilari ishtirok etdi. Ularga vatanparvar tashkiloti faoliyati va uning imkoniyatlari, sportning texnik va amaliy turlari bo'yicha seksiyalar va to'garaklar haqida ma'lumotlar berildi. Muloqot davomida yoshlarni qiziqtirgan savollarga batafsil javoblar berildi. Ushbu tashrif davomida biz turli xil texnikalar bilan tanishdik, dars jarayonlarini ko'rib bordik hamda o'zimiz qiziqtirgan savollarga javob oldik. Biz vatanparvar tashkilotidagi imkoniyatlar, sharoitlar bilan tanishdik va kelgusida o'zimiz ham shu tashkilot bilan hamkorlikda turli xil ko'nikmalarni olishni maqsad qilib qo'ydik. Tadbir doirasida vatanparvar tashkilotidagi motokross, karting, duatlon, pnevmatik quroldan o'q otish singari sportning texnik va amaliy turlari bo'yicha seksiyalar mashg'ulotlari ko'rgazmali tarzda namoyish etildi.